Assalomu alaykum, hurmatli mijozsini Markaziy bank tomonidan bezovta qilyapmiz. Sizni kartalaringiz xavf ostida. Va alaykum assalom. Nima, meni kartam xavf ostida. Aniqmi? Adashmayapsizmi? Sizni pullaringiz xakerlar tomonidan chechib olishga harakat qilinmoqda. Nima qilishim kerak? Bizni yaxshilab eshiting. Hozir telefon raqamingizga kod boradi. Shuni bizga aytib yuborsangiz, biz tezda xavfni bartaraf etamiz. Bo'ldi, jo'nating. Aytaman. Nafaqa pulim tushibdimikin? Ha, tushibdi, Xudoga shukr. Xudoga shukr, pullarimni naqd qilib oldim. Assalomu alaykum, Hoji bobo. Sizmisiz? Ha, menman. Sizni kartangizga xakerlar tomonidan hujum bo'layotgan ekan. Bo'lmasa o'sha xakerlaringizga aytib qo'ying. Men kartamdagi barcha pullarimni yechib bo'lganman. Unda SMS kod borsa ayta olasizmi? SMS kod kelsa, seni milnitsiga beraman.